Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, sayohatimiz davom etadi. Telefonimiz sal tuftalik qilyapti. Istanbul avtovokzal 200-300 avtobus turibdi. Dengiz bo'yida chiroylik. Biz sayohatimiz davom etadi, dengiz tomonga qarab yuramiz. Juda zo'r joylar ekan, ama ana yer chiroyliligini. Mazza joylar. Soldat qilib ekib qo'ygan. Gilos poqda boraymikin, ha? Chiroyli joylarni aylanib dengizga ham keldik. Katta toshlarni qirg'oqqa qo'yib qo'yibdi mana. Kemalar sig'maydi-ku, ha? Juda ko'p. Mana shahar. Istanbul haqiqatda rosa chiroyli joy. Sal shamol bo'lib turibdi, bo'lmasam bir tushib cho'milib chiqardik. Havo iliq. Kemalar langari tashab qo'ygan turibdi. Keyin oladi. O'tiradi-ku kelib. Dengiz bo'yida. Orqasidan keyin ikkinchi odam kelib yoniga o'tirib mafiyalar bir-biri bilan gaplashib ikki og'iz gapiradi, o'rnidan turib ketib boradi. Xuddi shunaqa joylar ekanda. Dengizdan ham menga mana chiroylik. Assalomu alaykum. Yiyecek misin? Bu qanchadandir bular? 20. 20. 20 tenge. Poşet edeyim. İçmekka nima bor? Ha? Kofe, choy Çayma yok, bir şey yok abi. yo'qmi? Yok. Al öyle ye, güzelsin. Mayli, rahmat. Anaqa kichkina qayiqchalarda borar ekan kemalar oldiga suzib. Bu yerda olib kelgan yukini tashib olsa kerak. Rosa ko'p bo'lar ekan. Katta kemalar yaqinroqqa kelamiz ekan. Uzoqroqda turar ekan. Shu ana ishlar uzoqda turganlarga вообще katta kemalar ekan. Mana ham shamolga qarshi ketib turibdi. Oqimga qarshi.
Mana joylar pullik ekan. Shuna o'tirib bir narsalar olib kelib, mana shu yerda o'tirib, yeb, ichib, dengizni tomosha qilib dam olib ketar ekan. Yarim soatga 500 TL. 500 TL'si 10 dollar, 12 dollar, 13 dollar atrofida bo'ladi. Yarim soatga.